Alloh niyatimizni biladi. Kela qol. Qani kela qol. Voy. Hanna, bunga qara. To'xtanimi? Axir bu Polapon-ku. Oyijon, dadajon. Voy, jarohatlanibdi. Balki qulab tushgandir. Uni qutqara olamizmi, dada? Bechora. Inshaalloh harakat qilamiz. Umar, iltimos telefonni uzatib yubor. Xo'p bo'ladi. Polapon, jajji Polapon, biz senga yordam beramiz. Qanotchangni bog'lab shu on shifosiga umid qilamiz. Umar Hanna xavotir olar. Qo'rqma, qushcha, bari yaxshi bo'lar. Biz urindik imkon qadar. U yog'in Robbim o'zi bilar. Hozir tutib olaman. Juda soz. Bolalar, qulash payti bo'ldi. Endi seni ushlayman. Xo'sh, tahorat oldingizmi? Ha! Tishingizni yuvdingizmi? Ha! Rostdanmi? Qani tekshiraylik-chi. Dadajon. Bo'ldi, endi uxlash kerak. Men uchyapman. Dada, agar Polapon yana ucha olmay qolsa, unda nima qilamiz, a? Voy, bechora qushcha. U sog'ayadimi? Yana ucha oladimi? Alloh bizdan so'rasa, unda nima deymiz? Xavotirlanmang. Alloh niyatimizni biladi. Qo'limizdan kelganini qilganimizni ham. Endi esa duo qilib, shifosini Allohga havola qilamiz. Yaxshi niyat qilamiz. Alloh, iltimos Polaponni qanotiga shifo. Amin. Alloh niyatimizni biladi. Hozir Ibrohim alayhissalom davrida yashagan qaldirg'och hikoyasi yodimga tushdi. Qaldirg'och? Ha, mitti qaldirg'och. Hikoya tinglaymiz. Har oqshomda hikoya tinglaymiz. Turli mavzulardan maroq olamiz. Tahorat olishni sira unutmang. Uyqudan oldin kanda qilmang. Allohumma solli ala Muhammad. Bismika Allohumma ya Mahmud. Qadim zamonlarda Payg'ambar Ibrohim alayhissalom davrida mitti bir qaldirg'och zolim shoh Namrud va uning qavmi payg'ambarni yoqib yubormoqchi bo'layotganlarini ko'rib qoldi. Balandroq uchishim kerak. Suv qayerda? Alhamdulillah. Jajji qaldirg'och mittigina tumshug'iga to'latib suv olibdi. Keyin uchishni boshlabdi. Manzilga yetib kelganida tumshug'idagi suvni oloviga qarab purkabdi. Suv, ko'proq suv kerak. Qaldirg'och sira to'xtamabdi. U qayta uchaveribdi. Ulkan gulxanni o'chirish uchun harakat qilaveribdi. Lekin dadajon, axir qaldirg'och kichkina bo'ladi-ku. Tumshug'i esa mittigina. U qanday qilib olovni o'chirishi mumkin? O'zing nima deb o'ylaysan? Menimcha o'chira olmaydi. Dadajon, nega qaldirg'och olovni o'chirmoqchi bo'lgan?
Hanna, payg'ambar Ibrohim alayhissalom uning ichida bo'lgan. Nima? Payg'ambar Ibrohim alayhissalom olovning ichida bo'lgan. Ha, xana, zolim shoh Namrud Ibrohim alayhissalomni yoqib yuborishni xohlagan. Chunki u payg'ambarning odamlarga Allohning so'zlarini yetkazayotganini yoqtirmasdi. Inna lillahi. Keyin nima bo'pti, dada? Qaldirg'och olovni o'chirish uchun mittigina tumshug'ida suv tashiyveribdi. Ammo olov borgan sari kattalashibdi. Voy mit qaldirg'och, kichkinagina tumshug'ingdagi ozgina suv bilan bu ulkan olovni hech qachon o'chira olmaysan. O'chiraman. Kichkinaligimni bilaman. Olovni o'chira olmasligimni ham. Suv, ko'proq. Unda nega hadeb suv tashiyapsan? Mening yordamim faqat shudir. Alloh buni bilar shaksiz. Olovga qarshi chora suvdir. Yordam beraman bo'lmay umidsiz. O'zing bir o'ylab ko'r, qushcha. Axir sen mitsan judayam. Lekin davom etaman uchishda. Bundan boshqa yo'l yo'q agar bilsang. Bekor ko'rinyapsan qushcha. Olovni baribir o'chira olmaysan. Mening yordamim faqat shudir. Alloh buni bilar shaksiz. Bu haqda so'ralganimda javobim ham bo'lar tayin. Bechora qaldirg'och. Qayg'urma, Hanna. Allohga ishon. Dada, keyin nima bo'pti? Keyin payg'ambar Ibrohim alayhissalom ko'z o'ngida mo'jiza yuz beribdi. Voy, qanday mo'jiza, dada? Qanday mo'jiza bo'lganini eshiting. Alloh olovga buyurdi. Biz, ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l dedik. Anbiyo surasi 69-oyat. Keyin olov sovibdimi? Ha, albatta. U xuddi sovuq xonadek bo'lib qolibdi. Subhanalloh. Shunday bo'lar Alloh qudrati, har nega qodir mo'jizasi. Gar ko'rsatsa u marhamatin, olamga yoyar ovozasin. Shu tariqa Allohning madadi bilan payg'ambar Ibrohim alayhissalom olovdan omon qoldi. Bu mo'jizani ko'rgan jajji qaldirg'och ham benihoya quvonchga to'ldi. Alhamdulillah. Uxlab qolishdi. U Joyiga olamiz. Bugun kun juda soz o'tdi. Orom oling bolajonlarim, bo'ling doim solih soliha. Ezgulikka to'lsin har on. Allohim bizni panohingda asra. Allohim bizni to'g'ri yo'lga boshla. Ikki dunyo saodatin topib, seni rozi qilaylik. Jannatingla
mukofotda.